Inson qadri va salomatligi har qanday islohotning bosh mezoni. Biroq hamma joyda ham mas'ullar bu burchni teran anglayaptimi? Sirdaryo viloyatida o'tkazilgan navbatdagi hokimlik soati ayni savolga aniq va keskin javob izlash bilan boshlandi. Viloyat rahbari Erkinjon Turdimov sanitariya epidemiologik vaziyatni jiddiy tahlil qilib, tibbiyotdan tortib, suv ta'minoti va bozorlar tizimigacha bo'lgan kamchiliklarni ochiq-oydin o'rtaga tashladi. Vaziyatning eng og'riqli nuqtasi Sayxunobod tumanida kuzatildi. Vaqtni boy berish ba'zida inson hayotini boy berish degani deya ta'kidladi viloyat rahbari. Mas'uliyatsizlik va befarqlikning badali juda qimmatga tushishi mumkinligi yana bir bor eslatildi. Shu bilan birga aholining kundalik hayotiga daxldor bo'lgan boshqa sohalarda ham muammolar tilga olindi. Masalan, ayrim suv inshootida ichimlik suvini zararsizlantirish uskunasi yo'qligi, Xovos, Boyovut va Sirdaryo tumanlarining ayrim mahallalari hali ham tozalanmagan suvdan foydalanilayotganligi keskin tanqid qilindi. Kundalik ehtiyoj nuqtasi bo'lgan bozorlardagi antisanitariya, ayniqsa go'sht va sut mahsulotlari sotiladigan joylardagi sharoitlar haqli e'tirozlarga sabab bo'ldi. Ayrim poliklinikalarda kasallikni aniqlash uchun eng zarur bo'lgan reaktivlar yetishmasligi ham tizimda qilinadigan ishlar ko'pligini ko'rsatadi, dedi viloyat hokimi. Yig'ilish yakunida barcha mas'ullarga kamchiliklarni tez fursatda bartaraf etish bo'yicha aniq muddatlar berildi. Zero maqsad kimnidir jazolash emas, balki aholi salomatligini asrash va xavfsiz hayotni ta'minlashdir. Erkinjon Turdimovning odamlar salomatligiga befarq qaragan rahbar bilan ishlash qiyin bo'ladi degan ogohlantirishi esa barcha mas'ullar uchun jiddiy dars bo'lishi lozim.